Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, kechagi ishlarimizni safajoy kubilari двойной bo'lgan. Ishlarimiz kraskalari sepildi, laklari tugadi. Ustanovkaga tayyorlash jarayoni. Vaqda kesaklariga rezinkalar o'tkazilyapti. Yopishadigan rezinkadan emas, kiradigan rezinkadan. Ular ochilib, tarafta romlariga akfa mexanizm bo'lgan. Bu qarshilik taraflari o'yib qo'yilgan oldindan chiroyli qilib. Eshiklari, narichkalari, nalichlari ham chiroyli chiqdi. Kesaklarni qulflari, qarshilik taraflari ham qolipda o'yib qo'yilgan. Yopilganda chiroyli turadi. Ikkita rom, ikkita eshik batdi. Bugun ustanovkaga ketadi. Hozir yig'ish ishlari olib borilyapti. Eshigimiz kecha sepilgan, mana bugun quridi, xudo xolasa. Yonda daborlari, eshigimiz ham qulflari chiroyli qilib ochib qo'yilgan oldindan. Ochib qo'yishimiz sababi kraskadan keyin ochsa o'yilib qolmasin deb oldindan ochib qo'yamiz. Chiroyli qilib o'yilgan. Двойной обкладda eshiklarimiz qalinligi 4,5-4,6 mm da. Buni o'rnagandan keyin ham bir qator videosini qo'yamiz. Xudo xolasa chiroyli chiqadi. Kanalimizni kuzatib boringlar. Kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like, komment kutib qolamiz.